Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Atlantik. Tak, bugungi videoda nima qilamiz desanglar, Minecraftga mod qo'shilgan, ya'ni nomi nima edi bilmadim, xo'sh, 10 ta mod qo'shilgan. Xullas, shunaqa. Tak, bugungi videoda tak rivojlanishimiz kerak. Demek, let's go. Tak. Ne tosh bor. Bo'lmasa boshladik. Bismillah. Xarosh. No, skilimga e'tibor bermaysizlar. Kompyuterni yaxshi tushunmaganim uchun qo'sha olmadim, to'g'risi. Tak. Bizga 6 ta daraxt yetadi. Tak. Tak. Kirga yasab olamiz. Tak. Так, что? Давай. Ну давай. Nice. Topor yasab olamiz. Bizga hozircha yetadi. Xo'p. Bizga qo'y kerak. Yaxshi, bizda kravat bor. Hozircha bor. Kravat yasab olaylik, mayli. Tak. Bu nima bo'ldi endi bu? Tak, mayli. Bor. Yo'q, shunchaki nima ekan? Nimalar bo'lyapti? Tak. Nima bu struktura? Wow. Nima bular, strukturaga qo'shilib ketganmi, nima balo. Nice. Fit machine degan достижение oldik. Ay. Nima bor ekan sal. Hop. Hechim yo'qmi? Tak. Bundan qo'rqish kerak. Bundan qo'rqish kerak. Endi ochsa bo'ladi. To'xtinglar, mana. İngilizce qo'yib olaylik. Ruschaga uncha tushunmayman, to'g'risi. Tak. Bugungi videodan maqsad nima qo'ysak bo'ladi? Full liboy bir nima, xo'sh. Nima desak bo'ladi? Kiyim. Full kiyim. Brani. Hop. Bu modli vijuvani вообще kompyuterimga xorlik qilyapti. Вообще qotyapti. Shadersiz o'ynaganimda o'zi 100 FPS beryapti. Yo-moyo. Hop, bu kitobchani olib qo'yamiz. Hop. Bu nima bular? Nima bu? 15% bir nima. Hop. Buchi. Kerak bo'lib qoladi, olib qo'yaylikchi. Hop. Eshik bor ekan.
katta strukturaga kirishga qo'rqyapman, to'g'risi qo'rqyapman. Nimadir bor-da mana shunda. Hop, kirib ko'raylikchi. Nima bor ekan? Hop. Menimcha hamma narsasi yuqorida bo'lsa kerak. Biz pastidan keldik. Bunda ham ochilmasa. What? Yo'q, bu tushunarli. Hammasi yuqorida. Pastda hech nima yo'q. Hop. Ё-моё. Qole. Tegimman menga, brat. Sochib qo'yaman. Sochib yuboraman. Hop. Bizda nimalar bor? Biz g'orga tushimizga bu qanaqa rudalar bo'ldi? Florid. Ola bo'ladimi? Davaydi, tosh bilan faqat temir olib bo'ladi. Bu modda bilmadim lekin. Nima bu? Bu nima bu? Ko'chat. Davay, temir qilib ko'ramiz. Bu nima bu? Olib bo'ladi buni. Nima bu? Enderman. Bu floridni olib bo'lmaydi. Nima bo'lsa ham olaveradi. Tin rudasi deydi. Nima bu? Tin. Buni ham olib olar ekan. Nima bu? Alumin. Hop, bundan braniyami? Xatyabi. Yasa bo'ladimi? Menimcha eritish kerak. Spawner. Hozir borsak o'lib ketamiz menimcha. To'g'rimi? To'g'rimi deyapman. O'lmadik. Xo'p, nima bular? Keraksiz narsalarni tashlab yuborish kerak shunchaki. Yeydigan balo yo'qmi buni? Ruby. Bu nima bu? Hop. Yaxshi. Bu nima bu? Tak. Nimalar bu? Nima bo'lyapti bu? Bir nimani ammo deganga ko'ra health tak. Boshqa kerak narsa yo'q. Power tort. Non. Game. Hop, buni olamiz. Qo'ygani. Kerak narsa shekilli bu nima bu? Hop, buni olamiz. Tak, boshqa kerak narsa yo'q. Qo'lab olish kerak ekan. Minecraft aytishi bo'yicha. Tak. Qadrdonim. Bratim.
juda qo'rqinchli. To'lib qopti-yu. Spawner scrap nima bu? Nimani toramiz? Mana bu kerak emas ekan. Temir kerak bizga. Buni hozir shader bilan o'ynasam bo'lardi. Lekin o'yin nerealniy o'tishni boshlaydi. Shuning uchun hozir shader qo'shmayapman. Shader qo'shilsa mana bu rudalar yonib turardi. O'yin qiziqarliroq bo'lardi, lekin hozircha shu normal. Hop, qolgani kerak emas. Mana bu yo'q, temir bas ekan. Mana bu nima bu? Silver. Olib olmadi. Hozir olamiz-da shuni. Silver menimcha yaxshiroq, temirdan yaxshiroq. Yana bilmadim, to'g'risi. Yana bilmadim. Silver. Ana ham silver menimcha. Mana bitta turgan. Buni bilmadim. Tak, bu nima bu? Inferium. Hop. Pishda, mana. Nima edi bu? Alyumin. Tak. Xarosh. Bor ekan. Tak, endi buni tashlab yuborish kerak. Da. Nice. XP berishiga ko'raganda rostdan ham yaxshi. Deyarli hammasidan beryapti. Уже 11-level bo'lib ketdim. Hop. Alyumin. Yo, brat, yana bitta yasab olayman. Tak. Silver. Ana yana optilayman. Mana bitta silver bor edi menimcha. Zinc ekan bu. Nima? Zinc. Nima u zinc? Nima? Mana nima? Вообще ruda ko'paygan bunda. Bu ham normalniy metal shekilli, har bittasidan beryapti. Buni olib biladim. Bilar ekan. Va bu nima edi? Sala yo'q bu. Kerak emas narsa. Silverdan narsa yasab bo'ladimi? Yaxshi. Yo'q, bizga hozir topor yasab olaylik silverdan. Tak. Bizda yog'och. Sakkiz. Mana 9. Mana 8. Nimaga 8 plus lekin 2 ta damage deydi. Hop. Yo. Mayli, bitta kirka ham olib qo'yaylik. Kirkasi kuchli edi buni. Nimani otib yuborsak bo'ladi? Toporni albatta. Lekin endi o'sha nimadirlar to'lib ketdi.
bo'lsa ham olib yotibmiz, faqat olib yotibmiz. Buni yuvorish kerak. Voy. Nima edi u? O'lamiz hozir. Hozir o'lamiz. Nima edi u? Yo'qmi? Yo'qmi? Nima edi u? What? Nimadir hujum qildi bizga. Nima? Zombilar qayergadir qarab ketyapti. Aha. Temir bor ekan, temirni olib olaylik. Tegimi nima bizga? Hop, bu yerdan juftlikni o'rishimiz, to'g'risini aytsam. Bu yer menga unchalik yoqmadi. Hop, sekvay olamizmi? Mana bo'lmadi. Hop, endi nima qilamiz? Toza biyom. Ye. Bu nimasi? Tak, kuchayib olishimiz kerak. Oh my god, bro. Temir bor ekan. Mana temir bor ekan mana. Lekin hozir kirishyapti. Mana brat yo'q. Mana bu brat kerak bo'ladi. Zo'r narsa mana shu. Mana o'rniga mana kerak emas narsa. Xarosh. Bananmi bu? Pishmaganmi? Mayli. Xo'p. Qayoqqa borasan, bratim? Ye. Terisi ham kerak-ku buni. Xo'p, nimani o'rniga? Mana bu kerak emas narsa. Menimcha, yana bilmadim. To'g'ri tushunmadim bu modga. To'g'risi nima qilishni bilmayapman. Bitta o'tarib 3 ta jon oldi menimcha. Bittani nima urdi? Bilmadim-u. Shaxtaga tushishga ham qo'rqib qoldim. Namcha katta bu shaxtalarga. Bat. Suv ham olish kerak, suv. Oziq ovqat deganlaridek. Mana nima? Hop. Temir bo'lsa olaman, bo'lmasa ketaman. Nima bu? Alumin. Yo, bitta nima quvalida nima yasab bo'ladimi alumindan? Nima? Yo, bo'lmasa ham bo'lmas ekan. Mana bu 3 ta creeper bor ekan. Menga ko'proq kumush kerak, kumush. Bir xavfli chota. Bir xavfli.
Game. Qanaqa game endi bu? Yo-mayo. Iron. Bu nima? Dark Steel. Ha, po'lat bu. Menimcha po'lat. Da. Kerakmi bu? Nimaga kerak bilmadim. Lekin olish kerak. Nima kerak emas. Hop. Уже bizda kech tushdi. Qilish kerak deganim. Hop. Bye. Beringlar buni. Ama nima bo'lsa ham bilmadim. Lekin uni ham olish kerak. Lapis. Sehrlashga ishlatiladimi yo'qmi? Ishlatilsa kerak. Da. Backpack bormi bunda? Backpack menimcha bo'lishi kerak. Tak, suyak tashiymiz albatta. Bu nima bu nima? Nikel. Buni nimaga ishlatsa bo'ladi buni? Weapon. Light, shields. Silver. Zinc. Yep, mana shuni tashlab turamiz endi. Nikel hozirlikda nikel kerak bo'lib qolishi mumkin. Hop. Bizga nonushta kerak. Bu nima bu? Menimcha yo'q. Taxmin qila olmayman. Uncha bilmayman hali. Qishloqmi? Voy. Bo'ldi, brat, bo'ldi. Tushundim. Sizni tushundim. Topor bilan kelayotganingizdan tushundim sizni. Lekin sandiqlaringizga вообще qo'yib yubordim. Sandiq ko'paygan bunda. Mana buni qishloq desa bo'ladi menimcha. Mana aniq qishloq. Brat, qanday? Xo'p. Nima men bu? Nima? To'xtanglar, buni men kerak menimcha. Shili. O'zingga buyursang shilyapang jinni. Bunaqa shilyapang. Hopmi? Voy, buni nimaga qo'ydim men? Uzr, brat. Uzr lekin. Sizni qayta yasashadi. Qo'rqmang, brat. Mana shu bratlar qaytadan yasashadi sizni.
Bu nima bu? Hop. Bu laboratoriya bo'lishi kerak. Mana nima? Umbrella. Ruby. Murat. Yo'q, bu yaxshi narsa ekan. Mana nima? Tiyin bizga kerak. To'g'ri, to'g'ri. Stop, bizga вообще kerak. Bor aspekt. Waystone. Oy, уже ikkinchi etaj ham bor ekan. Yo'q-mi? Zamonga qishloq ekan. Yaxshi. Xo'p. Nima bor bizda? Mana nima? Tuz kerak emas ekan. Tushunarli. Yaxshi, nima bilan? Flamingo. Kerak emas flamingo bizga. Mana nima? Qo'yib qo'ysammi? Sen kimsan? Sen kimsan? Qarachi nimalardir kiraylikda. Erta bo'ladigan narsa bo'lsa eritib tashlaylik. Daraxt kerak. Yiqiladimi daraxt? No, yiqilmas ekan. Biz pechkalarimiz ko'p ketdi. Tomog'im og'rib qoldi. Mana aytdim, seni yasashadi deb. Sen ishonmaysan, Murat. Tak. Bizga tosh kerak, tosh. Yani pech yasash uchun tosh kerak. Hop. Biz universitetimiz qani? Universitet. Что за хуйня? Nima ko'p daraxt ko'p yasab olamiz. Hop. Mana. Nikkeldan nima pishirib olar ekanmiz? Hop, hozir ko'ramiz. Bo'ldimi? Yo'q, yana bitta. Yo'q. Men bu bratni ham o'ldirib kerak. Xafa bo'lib qoldim. Ke brat.
udari kuchli ekan buni to'g'risi. Hop. Temirlarimiz ancha ko'paydi. Hop. Okey. Nima bo'lsa ham pishirib olaveramiz. Bizga bosh. Nimada yesa bo'ladi? Bo'ladi. Ikki. Yo, bundan manimcha nima yesa bo'lmas ekan. Yo, nikkeldan boshqa narsa yasaladi manimcha. Nuda. Temirni pishirib olamiz. Zink. Qani. İşte zink oldu. Zink nimaga bo'ladi? Yo, buni nima yesa bo'ladi ekan? Tak. Mana bunday qilib tikaylik. Udalar Allohida. Так. Nima berat yana yasaldi. Voy. Yoppa. Turib qolibmiz o. Hop, bugün uxlash vaqti bo'ldi. Tak. Tak. Mana senga gul. Mana shunday. Temir. Silvernikini yasab ko'raylik. Chiqanda nima bo'ladi? Silver. Oh. Wow. Nima qarang. Silverdeki zo'r ekan, ey. Tak. Bundan nima yasaymiz? Ishton yasab bo'ladi. Ishtonni nima yasaymiz? Full bo'ldi lekin. No. Shita sog'oraylik. Temir qani? Yo, balamen. Mana temir. Tak. Full. 5 2 5 2. Давай. Tamam, bir. Hop. Iron. Okay. No. Nima takib oldi bu? Orqasida nima bor buni? Ishtoni yirtilganini yuryapti. Tak. No. Skakol brat. Menimcha bugunga yetadi deb o'ylayman. Iron desam bo'ladi. Temir parana qildik.
Tak. No, hali bu modni uncha tushunganim yo'q. Bu modni biladiganlar bo'lsa, nima qilishni, keyingi videolarda nima qilishni aytib o'tsanglar bo'ladi. No, endi barchaga bay bay.